Assalomu alaykum. Men ismim Gulbahor. Men hozir nano balzamlardan olgan yangi natijalarimiz bilan o'rtoqlashmoqchiman sizlar bilan. Qaranglar, hozir yaqindagina mana 2 oy bo'ldi, 25 yillik oshqozon kasalligidan o'sha operatsiyaga yozishgan, lekin operatsiyadan oldin shuni ichib ko'raylik deb xotinlari zo'rlagani uchun erkak kishi 41 yoshda ekanlar. Mana shuni ikkitagina balzam, nano balzam bilan vitalik ichib, bir oyda hamma og'irlab ketgan. Bor yo'g'i bir pila ovqat ichsalar, 10 pila qilib qusar ekanlar. Juda ham ozib ketganlar, qo'rqinchli darajada. Stress, asab yomon nol edi. Hech kim bilan gaplashganlari emas ekan. Shunaqa zo'r natija oldilar. Bugun shunaqa xursand bo'lib ayollari kelib, o'zlari ham mana 2 kun bo'libdi, 4-farzandga homilador. Toksikoz juda ham kuchli ekan. Ularda ham hech narsa yeyolmayotgan ekanlar. Bugun mana 2 kunlik natija ayollarida. 2 kun ichib, bugun qusmadim, shunaqa yaxshiman, tetikman deb hozirgina gaplashdik, shunaqa yaxshi natijalar oldik.